Bugungi kunda sedaniyol haqida internetda juda ham ko'plab foydali ma'lumotlar bor. Bugungi ma'lumotimiz sedaniyol haqida emas, uni qanday oson ichish haqida bo'ladi. O'zim ham bu sedaniyolni olib iste'mol qilganimda 2 oygacha shu 100 gram yog'ni ichishga qiynalganman. Lekin hozir men sizga ko'rsatadigan usul shunaqangi osonki, har kuni 2 mahaldan bemalol ichib oladigan holatga kelasiz. Buning uchun sedan yog'idan odatda 1 choy qoshiq kifoya qiladi. Sedan yog'ining ko'rinishi haqida aytib o'taman. Sedan yog'ining ko'rinishi to'q rangli, qora choy damlanganda, to'q holatda damlanganda shuning rangiga o'xshaydi ko'rinishligi. Bu ham sifatini bilishligingiz uchun kerakli ma'lumot hisoblanadi. Agar bundan ochroq holatda bo'ladigan bo'lsa, sedan yog'iga qo'shimcha yog'lar qo'shilganligi ehtimoli yuqori bo'ladi. Hozir men sizlarga bir osh qoshiqda ichib ko'rsataman. Buni osonligi uchun osh qoshiqda ichyapmiz. Agar bu qolgan holatlarda sizlarga men tavsiya qiladiganim bitta choy qoshiqda iste'mol qilishlikni tavsiya qilaman. Ertalab nahorga va kechqurun yotishdan oldin buni 1 choy qoshiqdan iste'mol qilinadi. Buni foydaliligi bunga qo'shimchasiga qora choyga novvot yoki asal qo'shilgan bo'ladi. Bunaqa holatda ichilganda buni osongina ichib yuborasiz. Bismillah. Bismillah. Ortiqcha ko'ngillaynish boshqa holatda kuzatilmaydi. Yosh bolalarimizga ham bemalol ichiraverasiz bunaqangi holatda. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, sedan yog'ini ichishga qiynalayotgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.